E'tiboringizni ekranga, monitorga qaratishingiz mumkin. Raskopka bo'yicha navbatdagi darsimiz va o'ylaymanki, bugungi darsimiz ham sizga manfaatli bo'ladi. Ichki bloklardan yangi ichki holatga deb nomlanadi bugungi darsimizning mavzusi. Xo'p, bugungi darsimizdan o'zi maqsad bor. Maqsad muammoni faqat tashqi belgisini emas, uni ushlab turgan ichki fikr, hissiyot va reaksiya zanjirini sizga o'rgatmoqchiman bugun. Demak, raskopka bu nima? Ko'pchilik menga savol beradi. Raskopka bu nima? Qanday foydasi bor va raskopka olgandan keyin insonning hayoti qanday o'zgarishi mumkin degan savollarni berishadi. Raskopka bu insonni takrorlanadigan muammosi bo'ladi-ku, masalan deylik, pul muammosi, munosabatlardagi muammo, karyerada o'sa olmaslik, bu takrorlanadigan muammo. Mana shu muammoni orqasida turgan sizdagi ichki fikrlar, ichki hissiyotlar, xotiralar va avtomatik reaksiyalarni savollar orqali aniqlab o'zgartirishga qaratilgan amaliyot. Masalan deylik, sizni pulsizligingizni ortida yomon fikr turibdi, negativ fikr. Pullar faqat qiyin yo'l bilan keladi, pullar oson kelmaydi degan yomon fikr bor. Keyin yomon hissiyot paydo bo'ladi ichingizda. Ya'ni qo'rquv, nafrat, g'azab bo'lishi mumkin va bu ma'lum bir voqeaga, ya'ni hayotingizda pul bilan bog'liq bo'lgan qandaydir yaxshi emas voqeaga bog'langan bo'ladi. Mana shu pul bilan bog'liq bo'lgan hayotingizdagi yaxshi emas voqealarni nima qilamiz? Mana shu raskopka orqali aniqlab, uni bartaraf etamiz, xudo xolasa. Endi raskopka davomida birinchi navbatda nimani aniqlaymiz? Ko'rinadigan muammo. Ya'ni pul yetmaydi, qo'rqaman, jahlim chiqadi, o'zimga ishonmayman. Ya'ni mana shu kabi muammolar bu aniq, ochiq, oydin muammolar hisoblanadi. Mana shu aniq muammolarni nima qilamiz? Aniqlab olamiz birinchi qadamda. Ikkinchi qadamda raskopkada mana shu muammo qanday paydo bo'lgan, zanjir, ya'ni ichki zanjir reaksiyasini aniqlab olamiz. Masalan, pul bilan bog'liq bo'lgan negativ vaziyat hayotingizda bo'ldi. Negativ vaziyat qanaqadir negativ fikr bilan bog'langan va bu hissiyot bilan bog'langan bo'ladi. Hamda mana shu hissiyotlar sizni tana harakatlaringizni, xatti-harakatlaringizni boshqaradi. Ya'ni ongingizdagi negativ fikr, negativ hissiyot sizni tana harakatlaringizni hammasini boshqaradi. Raskopkada esa biz nima qilamiz? Mana shu negativ fikrni, negativ hissiyotni hammasini aniqlab bartaraf etishga harakat qilamiz. Ichingizdagi negativ fikr va negativ hissiyot yo'qolgandan keyin natija ham shunga monand ravishda o'zgaradi. Asosiy vazifa bu nima? Ya'ni sizni hayotingizda takrorlanayotgan muammoni nima uchun takrorlanayotganini aniqlab, ichiga kirib, ildiziga kirib, mana shu muammoni yechish raskopkani maqsadi. Raskopkani ma'nosi o'zi ichki kavlash deyiladi. Ya'ni kavlash degani savollar berish orqali muammoni ildiziga tushib boriladi va asosiy kelib chiqish manbasi aniqlanib, o'sha yerdagi dunyoqarashingiz shakllangan voqeaga bo'lgan munosabatingizni o'zgartiramiz. Masalan, deylik, pul bilan bog'liq qo'shningiz boy inson bo'lgan, yoshlik paytingiz, misol 2 yosh paytingiz, otangizni mensimasdan o'tib ketdi yoki otangizni bir tiyinga olmadida har xil gaplarni gapirib ketdi. O'shanda siz hayron qoldingiz va ichingizda g'alati hissiyotlar bo'ldi. Raskopkada mana shu voqeaga tushishimiz mumkin va sizda hayot yo'lingizda ulg'ayasiz, katta bo'lasiz, ishga kirasiz, karyera qilmoqchi bo'lasiz. Mana shunaqa jarayonlarda ishlaringiz o'xshamaydi, karyera nolga tushib qoladi, hayot yo'lingiz yopilib qoladi. Mana shunaqa vaziyatlarda nima qilinadi? Mana shunaqa vaziyatda raskopka qilinadi. Raskopka qilib ildizga tushsak, o'sha 2 yoshdagi voqea sizni butun bir hayotingizga, pul yo'llaringizga ta'sir qilayotgan bo'ladi. Biz nima qilamiz? Raskopkada o'sha voqeani o'zgartiramiz. Voqeaga bo'lgan sizni ichki munosabatingizni o'zgartiramiz, xudo xolasa. Endi sizda savol tug'ilishi mumkin, nimaga meni hayotimda bir xil muammo qayta-qayta takrorlanaveradi? Endi e'tibor bering. Miya, miyamiz tanish bo'lgan yo'lni tez tanlaydi. Eski e'tiqod va himoya reaksiyalari yangi vaziyatlarda ham avtomatik ishga tushishi mumkin. Bu nima degani? Masalan, deylik, siz hayotda pul faqat qiyinchilik bilan keladi degan e'tiqodga, ishonchga tayanib qo'ygan bo'lsangiz, mana shu narsaga ishonsangiz, sizning miyangiz o'sha ishonchni ushlab oladida, yangi hayot yo'lingizda ham mana shu ishonchdan kelib chiqib harakat qilaveradi.
Ya'ni hayot yo'lingizda ham nima paydo bo'ladi? Muammolarga duch kelsangiz ham, ha, pullar qiyinchilik bilan keladi, pul topish qiyin deb, mana shu eski ishonchni ushlab turasiz. Eski ishonchni miya ushlab turadida, yangi yo'lni ko'rmaydi. Mana shuning uchun ham muammolar qayta takrorlanaveradi. Miyamiz uchun tanish bo'lgan tajriba, tanish bo'lgan fikr xavfsizroqdek tuyuladi. Hatto u foydasiz bo'lsa ham. Masalan, o'g'rilar boy bo'ladi yoki puling ko'paysa seni o'ldirib ketishadi. Mana shu kabi e'tiqodlar miya uchun yangi vaziyatlarda ham, sizga masalan dedik katta kompaniyalardan taklif bo'lsa ham, yangi ish boshlamoqchi bo'lsangiz ham, miya nima qiladi? O'sha eski e'tiqod ushlab oladi. Va natijada sizni hayot yo'lingiz bloklanib qolaveradi. Mana shunaqa. Keyingisi tasdiqlash moyilligi. Inson doimiy tarzda o'zining ishonchiga mos bo'lgan dalillarni tezroq payqaydi. Masalan, pul qiyinchilik bilan keladi, pul topish qiyin, hayotda yashash qiyin bo'lib ketyapti, hamma yoq qarz. Mana shu kabi fikrda yurgan odam tashqi muhitdan ham xuddi mana shunaqa vaziyatlarni topadi, dalillarni qidiradi. Mana bu qo'shnim Eshmatni ham qarzi bor, qo'shnim Toshmatni ham, qo'shnim Boltovoyni ham qarzi bor deb nima qiladi inson? O'zi mana shu ishonchlarini tasdiqlaydi. Rostdan ham hamma qarz bo'lib ketyapti, bitta men emas deb. Mana shunaqa. Va emotsiyalar. Emotsiya degani mana shu sizni fikringiz, boyagi pul topish qiyin degan fikringiz kuchli salbiy hissiyot bilan bog'langan bo'lsa, bu keyingi qarorlaringizga kuchliroq ta'sir qilishi mumkin ekan azizlar. Masalan, deylik, pul topish qiyin, fikr, bu yoqda hissiyot, qo'rquv, nafrat hissiyoti, ikkalasi bir-biriga uzviy bog'lanadi va keyingi qarorlaringizga ham o'zini jiddiy ta'sirini o'tkazadi. Mana shunaqa. Endi ong ostimizdagi e'tiqodlar qanday kuchayadi? O'zi qiziqarli bo'lyaptimi sizlarga? Men gapirib yotibman. Qiziqarli bo'lyaptimi yo soddaroq tushuntiraymi bundan ham? Tushunyapsizlarmi o'zi? Izohlarda yozib yuboringlar iltimos. Bu yoqda men gapirib yotibman faqat. Tushunarli bo'lyaptimi? Tushunyapsizmi? Yoki sal yana soddalashtiraymi? Yozib yuboringlar iltimos. Tushunarli bo'lyapti. Aha, qolganlargacha bitta o'quvchiga tushunyapman. Aha. Ikkita o'quvchi. Ikkita o'quvchi tushunyapti ekan, qolganlar yo'g'i. Qarzdan qutulish haqida ma'lumot bersangiz iltimos. Hozir nimani gapiryapman? Ey odamlar, tinglashni bilmaysizlar-da. Shunaqa foydali ma'lumotlar berilyapti. Tushunarli. Hozir mana shu tema mavzu bo'yicha gapiryapman-ku. Aynan ong ostidagi e'tiqodlar bu nafaqat qarz, balki boshqa muammolarga ham tushunarli, boshqa muammolarga ham kerakli bo'ladi. Yangi qo'shilgan emas, sabr qilib turing. Yangi qo'shilgan bo'lsangiz, sabrli bo'lishni tavsiya qilaman, maza qilib eshitishni tavsiya qilaman. Bizda shoshqaloqda xalqimiz, shoshib ketasizlarmi, eshitmaysizlar mana shuni hisobiga-da. Soddaroq, hammasi tiniq, ravon, zo'r. Tushunyapman. Yaxshi. Rosa maza qilyapman. Zo'r. Xo'p, davom etamiz unda. Yaxshi. Ancha-muncha insonga tushunarli ekan. Ong ostimizdagi e'tiqodlar qanday kuchayadi? Keling, mana shu haqida gaplashamiz. E'tiqodlar, ya'ni ishonchlar ko'pincha takrorlash oqibatida, emotsiya oqibatida va muhit orqali mustahkamlanadi va kuchayadi. Instagramdan ko'rib bilandim bu kanaldan, xudo xolasa. Yaxshi, zo'r. Men sizni ong osti efiringizdan zo'r foydalanganman, barakallah. Endi tushunarli, e'tibor beringlar. Takrorlanadigan jumlalar. Siz hayot yo'lingizda senga pul qiyin keladi, odamlarga ishonma, xato qilish xavfli, xato qilsang hammasini ustingdan tepkilab ketadi yoki sen xato qilishga haqqing yo'q yokida hayotda ko'p pul topish mumkin emas. Mana shu kabi har kuni nutqingizda ishlatadigan jumlalaringiz bu ong ostingizni dasturlaydi. Har kuni pul topish qiyin, har kuni erim to'ng'iz, har kuni qaynonam iflos deb mana shu gaplarni gapirishda davom etadigan bo'lsangiz nima paydo bo'ladi? Sizni hayotingizda ong ostingiz e'tiqod bilan dasturlanadi. Dasturlanish degani siz ongingizni nima desam ekan, ishontirayotgan bo'lasiz. O'zingizni ishontirayotgan bo'lasiz.
va kuchli tajriba. Mana shu fikrlarni, ya'ni senga pul qiyin keladi, odamlarga ishonma, xato qilish xavfli degan fikrlarni qanchalik ko'p gapirishda davom etsangiz, sizni ichingizda uyat, qo'rquv, rad etilish yoki yo'qotish bilan bog'liq bo'lgan kuchli hissiyotlar paydo bo'lishi mumkin. Kuchli hissiyotlar yoki hayotiy tajriba. Masalan, siz nimani o'ylasangiz, o'sha narsa hayotingizda bo'ladi. Tortishish qonuni. O'sha narsa hayotingizda bo'lgandan keyin nima paydo bo'ladi? Ming afsus va ta'assuflar bo'lsinki, hayotingizda hissiyotlar paydo bo'ladi, kuchli negativ va kuchli negativ hissiyotlar ta'sirida siz ongingizni yana bir yomon narsalarga dasturlayotgan, ishontirayotgan bo'lasiz. Va oilaviy model. Bu nima degani? Bolalikda sizga ko'rsatilgan munosabat, pul va konfliktlar bu sizni ongingizni dasturlaydi. Sodda qilib aytaman, bolalik paytingizda bitta dasturxon atrofida o'tirasiz, otangiz ishdan charchab keladi, padariga ming la'nat bu davlat ishini deydi, va ming la'nat pul topishchi deydi, hamma yoq qarz, pul topish qiyin, oilani qanday boqaman, charchab ketdim bu hayotdan degan gaplarni siz 5-6 yoshli bolacha bo'lgan paytingizda otangiz gapiradigan bo'lsa, sizda nima paydo bo'ladi? Ongingizda dastur paydo bo'ladi. Ha, pul topish qiyin ekan degan. Ya'ni siz ota-onadan munosabatni olasiz, munosabatni qabul qilasiz va mana shuni oqibatida nima paydo bo'ladi? Ongingizda yangi ishonchlar paydo bo'ladi. Mana shunaqa. Keyingisi takroriy xatti-harakat. Bir xil reaksiya, bir xil natijani tug'dirib, eski e'tiqodni yana tasdiqlaydi. Takroriy harakat deganda qanaqa? Siz ishonchingiz bor-ku, pul topish qiyin degan. Siz pul topish uchun yangi imkoniyatlarni ishga tushirasiz, yangi ishxonaga borasiz, yangi boshliqlar bilan tanishasiz. Xullas, hamma ishni qilib ko'rasiz, pul topa olmaysiz. O'shandan keyin sizda nima paydo bo'ladi ongingizda? Ha, bo'ldi, pul topish rostdan qiyin ekan deb hamma narsaga nisbatan sovush, ishonchsizlik paydo bo'ladi va mana shuni oqibatida hayot yo'lingizda yopilishlar bo'ladi. Mana shunaqa. Endi raskopkada ongimiz, ong ostimiz qanday o'zgaradi? Maqsad raskopkada eski avtomatik reaksiya bilan yangi ongli javob orasida masofa yaratish. Ya'ni sizda eski e'tiqod, mana shu deylik, yashash qiyin bo'lsa, yangi e'tiqod, Xudo xolasa, yashash oson va yengilga o'zgartirish. Mana miyangizdagi fikrni. Birinchidan anglash orqali, ya'ni trigger va ichki dialogni nomlash. Bu nima degani? Anglash degani, masalan deylik, siz o'zingiz ishongan e'tiqodlarni hayotda ko'rasizda. Pul topish qiyin desangiz, pul topishi qiyin bo'lgan odamlarni ko'raverasiz. Miya mana shu nimani ko'radi? Miya, xo'p. Ovoz qolganlarda yaxshimi? Iltimos bezor qilib yuborishdi, mana bu yerda ovozi uzilyapti deb. Ovoz yaxshi bo'lganlar yozib yuboringlar, iltimos plus qilib. Men boya tekshirdim, ovoz zo'r. Endi bir yana ko'raylik. Bezor qilib yuborishdi. Ovoz yo'q deb. Mana eshitilyapti-ku ovoz. Ovoz yaxshi eshitilyapti. Internet sozlashmaydi-da, keyin ovoz yo'q deb o'tirishadi-da, tushunmaydi ko'pchilik. Har efirda bor bunaqa o'quvchilar. Ovoz yaxshi. Plus bosib yuboringlar, ovoz yaxshi bo'lganlar, iltimos. Unda menda shunday internetingizda muammo bordir azizlar. Albatta, qolganlarda yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, zo'r. Endi o'rtasidan bo'linib qolishi yomonda. Eng zo'r joyga kelganda har doim bo'linadi bizda. Ovoz yo'qchilar keladi. Ovoz yo'q menda deb o'tirishadi. 2 minut kutsa ovoz chiqadi o'zi. 2 minut kuta olmaydi. Sabr yo'qda. Sabr. Xo'p, davom etamiz. Anglash orqali. Ya'ni hayotda har doim pul topish qiyin emasligini anglatish kerak. Raskopkada insonning ongiga pulni oson topayotgan yokida pul topish oson ekanligini anglash orqali blokni yechadigan bo'lsak, bo'ldi, tamom. Hammasi zo'r bo'lib ketadi. Keyingisi ajratish degan usul bor. Raskopkada ajratish degani, ya'ni sizni fikringiz fakt emas. Shunchaki oddiy fikr ekanligini ko'rsatish. Ya'ni siz ishonib qolgan narsa, erkaklar, ovoz uzilib qoldi. Kasper profil egasi sizda har doim har efirda ovoz uziladi. Har efirda ovoz uziladi. Xo'p, ya'ni ajratish degani sizni fikringiz aslida noto'g'ri ekanligini raskopkada anglatish kerak bo'ladi sizga. Ana o'shanda sekin-sekin hammasi yaxshi bo'ladi. Va yangi tanlov degani nima degani? Raskopkada siz ishongan e'tiqodlar, siz o'ylagan fikrlar aslida hammasi noto'g'ri ekanligini, shunchaki oddiy fakt emas, oddiy shunchaki qo'rquv, shunchaki negativ ekanligini
anglatadigan bo'lsak, sekin asta sizni bloklaringiz yechiladi. Ichki bloklar yumshaganda yoki ichki bloklaringiz yechilganda nimalar bo'lishi mumkin? Aniqlik bo'ladi sizni ichingizda. Qaysi e'tiqod, qaysi hissiyot sizni hayotda qiynayotganini aniq bilib oladigan bo'lasiz. Ichki hissiyotlaringiz o'zgaradi. Ichki hissiyotlar degani doimiy siqilib, tushkunlikda, qo'rquvda, ishonchsizlikda yurgan bo'lsangiz, mana shu hissiyotlarning hammasi yo'qoladi. Keyingisi chegaralar, yo'q deyish, ehtiyojlarni aytish, hammasi sizda shakllanadi. Ya'ni oldinlari ichki qo'rquvlaringiz, ichki ishonchsizligingiz oqibatida hech kimga yo'q deya olmagan bo'lsangiz, mana shu raskopkada blokingiz yechilgandan keyin yo'q deyishni o'rganasiz va xullas, chegaralar yopiladi. Ya'ni chegaralar yo'qoladi hayotingizdan. Pulni tejab ishlatishim kerak degan narsa ham yo'qoladi. Pul Allohdan, baraka Allohdan. Albatta hammasi menga oson va yengil keladi degan ishonch bilan harakat qilasiz, ishlaringiz zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Mana shunaqa va harakat. Biron bir ishga, biron bir jarayonga harakat qilganingizda ishlaringiz rivojlanib ketadi, o'z-o'zidan hamma narsani uddalaydigan bo'lib ketasiz raskopkadan keyin. Mana shunaqa. Pul bloklari, pul yo'li yopiq deganda nimani tekshiramiz? Avvalambor ishonchdan. Ko'p pul xavfli, men bunga loyiq emasman, pul faqat qiyin keladi degan e'tiqodlar o'zgartiriladi. Undan keyin yangi e'tiqodlarni sizga shakllantiramiz ongingizda. Endi raskopkaning foydalari qanaqa bo'ladi? Har bir mavzu uchun biz nima qilamiz? Raskopkada ishlaymiz. Masalan, pul mavzusi, oilaviy munosabatlar, yana boshqa masalalar bo'yicha tizimli yondashuv bo'ladi. Amaliyot bo'ladi raskopkada. Ya'ni shunchaki quruq nazariya, hozirgidek ma'lumot emas. Siz bizdan amaliyotni o'rganasiz va natijada hayotingizni qiynab turgan, sizni mana shu rivojlanishingizga to'siq bo'lib turgan e'tiqodlarni o'zgartirasiz. Va o'zingizni kuzatasiz. Nahotki men mana shu e'tiqod bilan, mana shu fikr bilan yashagan bo'lsam deb hayron qolasiz hayotda. Mana shunaqa. Endi bizani raskopka kursimizga keladigan bo'lsak, nega bu kurs boshqacha kurs? Nima uchun men bu kursga alohida e'tibor beryapman, alohida vaqt ajratyapman? Faqat motivatsiya emas. Ya'ni shunchaki qilib turgan paytingizda hammasi zo'r bo'ladi. O'rningdan tur degan shunchaki balandparvoz, motivatsiya yoki ozgina ta'sir qiluvchi narkotiklardan iborat emas bu kurs. Bu kurs nazariya ham emas. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi, sabr qil ham emas. Bir martalik seans ham emas. Bu yerda kamida 5 ta seans va zapislar bo'ladi, terapiyalar bo'ladi. Butun umrga sizda saqlanib qoladi. Mana shunaqa kursimiz boshqacha. Va qulay format. Telegramda mana shunaqa PDF formatda bo'ladi, jonli formatda bo'ladi. Zapis formatini ham olasiz, jonli formatni ham olasiz va o'z ustingizda ish olib borasiz, xudo xolasa. Mana shunaqa. Endi bizani mana shu raskopka kursimizda sizlarga nima beriladi? Pul bloklarini yechish. Nima qilamiz? Birinchi pul bloklarini topamiz, tekshiramiz va o'sha pul bloklaringizni almashtiramiz hamda mustahkamlaymiz. Keyingisi ichki norozilik va nafrat bilan ishlaymiz. Qachon, kim bilan, nima bo'lganda sizda nafrat kuchayadi? Mana shuni aniqlaymiz, triggerni. Undan keyin hissiyotni ostida qanaqa ehtiyoj yotibdi? Siz nafratlanyapsiz, bu nafratlanish hissi sizni nimaga o'rgatyapti yoki mana shu hissiyot nimani talab qilyapti? Hurmatni talab qilyaptimi, xavfsizliknimi, adolatnimi, tan olinish yoki chegara? Mana shular aniqlanadi raskopka kursimizda. Va ichki dialog, men nimani yutib yuribman, nimani ayta olmayapman, ichingizga yutib yurgan gaplaringiz, negativlaringiz bo'ladigan bo'lsa, nafratlar, ularni chiqarishni o'rganasiz va yangi e'tiqodlarni sizning ongingizda shakllantiramiz. 3-metod negativ energiyani bo'shatish. Bu qanaqa bo'ladi? Tanangizni ko'zdan kechiramiz, zo'riqish qayerda sezilayotganini aniqlaymiz tanada. Keyin hissiyotni nomlaymiz. G'azab hissiyotimi, qo'rquvmi yoki uyatmi, xafalikmi? Undan keyin nima qilamiz? Sekin sizni relaks holatiga, ya'ni bo'shashgan holatga tushirib, trans holatiga tushirgan holatda ichki negativlaringizni bo'shatamiz raskopka kursimizda. Og'ir yuklarni uloqtirish seansi. Ya'ni sizni yelkangizda turgan og'ir yuklar, mas'uliyatlar bo'ladigan bo'lsa, bularni ham yo'qotishni, egasiga topshirishni o'rganasiz raskopka kursimizda va qushday yengil bo'lasiz, xudo xolasa. Va 5-metod qo'rquvlarni kamaytirish. Qo'rquv qachon paydo bo'lgan va nima, qayerda, tanangizni qayerda turibdi va bu qo'rquvni yo'qotish uchun universal uslub qanday? Mana shularning hammasi aniqlanadi raskopkada va ichki qo'rquvlaringiz bilan ishlanadi. Endi bu kursimiz kimlar uchun? 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan insonlar uchun, takroriy muammolarda yurganlar uchun, bir xil muammo
qayta takror bo'layotgan bo'lsa sizni hayotingizda, aynan mana shu raskopka kursimiz siz uchun. Pul mavzusi, ichki og'irlik, o'z ustida ishlash, mana shu kabi muammolar bilan yurganlar bo'lsa oranglarda, mana shu raskopka kursimiz aynan siz uchun. Va Telegramda onlayn bo'ladi kursimiz, jonli seanslar va zapislar umrbod qoladi. 5 ta asosiy yo'nalish bo'yicha kursda ishlaymiz. Pul bloklari, norozilik, nafrat, og'ir yuklar va qo'rquvlar bo'yicha ishlanadi. 55 ta o'quvchi olinadi va mana shu kursimizda o'z joyingizni band qilib, ajoyib bilimlarni bizdan qabul qilib olishinglar mumkin bo'ladi, xudo xolasa. Mana shunaqa. Endi kurslarimiz asosan kechki vaqtlarda bo'ladi, 9, 8:30, 9:30 atroflarida va zapislar ham bo'ladi. 55 ta o'quvchiga deganman. Hozir adashmasam nechta o'quvchi bo'ldi? Kamida 24 ta o'quvchi kelibdi. 24 ta o'quvchi kelgan, deyarli 30 ta o'quvchiga joy qoldi. 30 ta o'quvchiga narxi 209 ming so'm kursimizda. 1,5 hafta bo'ladi va siz o'z muammolaringiz bilan ajoyib bilimlarni bizdan qabul qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Shu joyga kelganda men prezentatsiyani to'xtataman. Savollar bo'lsa, marhamat, savollarni berishingiz mumkin. Kurs bo'yicha faqat. Alloh rozi bo'lsin, juda to'g'ri hammasi. Men doim pul ko'p ishlatsam, shuncha ko'p keladi degan fikrdaman va xuddi shunaqa bo'ladi. Alhamdulillah, zo'r. Savollar bo'lsa, marhamat, savollarni bering va savollarga javob berib o'taman, xudo xolasa. Kimda qanday savollar mavjud? Marhamat, o'z savollaringizni berishingiz mumkin. Faqat kurs bo'yicha o'rtoqlar, shaxsiy savollar emas. Mana shu hozir prezentatsiya qilgan kursim bo'yicha savolingiz bo'lsa, marhamat bering.